Yo, o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun menda noodatiy video, chunki men chet el sayohatiga ketyapman. Chimodanlarim bilan orqamda aeroport. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir o'zida like bilan podpiska bosish esingizdan chiqib qolmasin. Xullas, bugun biz Tailandga uchib ketamiz. Kim ketayotganimizni video davomida sizlarga ko'rsatamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hop, mana bizani kuzatgani kim? Azim keldi, orqada Jo'lon, Antaras. Qarag'ansam-a? Voy baza qaraman. Mana bu yerda Jeko, Shohruzam keldi. Saman bilan ushunmalaring. Kim shu videoga eng ko'p kommentariy yozsa, o'zim Instagramda profilni atmetka qilib reklama qilib beraman. Ana eshitdinglar, Shohruzdan bunaqasi kamdan kam. Faqat uni sen menga aytasan. Men Shodam ekandim. Bo'pti, xo'p. Buni ham tushungin-da, sen kontent qilgani ketyapsan, bu men dam olgani ketyapman. Tailand Qancha? Men fikrlarimni joyiga qo'yishim kerak. Balda Mariya qali. Sog' bo'linglar. Aeroportga kirib keldik. Sama. Protein kreatinlarimni oldim deyapman. Ha. Muntazam sport bu yog'i. Muntazam sport. Gaz. Somsida bayram bu yog'i. Kibrni sindirish uchun avtobusda yuribmiz. Xullas, samolyotga chiqyapmiz biz. O'rtoqlar, qo'nyapmiz. Qarsaylar. Yer yuzida shunday bir orol borki, har yili millionlab odamlar uni orzu qiladi. Bu orol Phuket. Quyosh, plyaj va sarguzashtlar oroli Phuketga har yili 10 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyuradi. Bu orol Tailandning eng ko'p sayyoh qabul qiladigan hududlaridan biri. O'zining chiroyli plyajlari va kechki hayoti, suzish joylari va albatta ekzotik tabiat manzaralari bilan dunyoga mashhur. Welcome to Thailand! Kecha men 100 dan berdim, to'g'rimi? Mana Joni ham 100 berdik kecha. Bugun 180 to'lasang, o'lib qolmasang kerak. Ha. O'rtoqlar, biz Phuketga yetib keldik. Tailand. Shu achkiyim parlanishi boshladi bu yerda. Havo shunaqa, dimda, dushni havo. Влажный havo. Bizani mana shunaqa собственный marshrutka kutib oldi. Bu marshutkada o'zimiz ketamizmi, bolalar? Oka bilasizmi nima qildilar? Ha. Dedilar. Oke, turuvga, ichi turuvga. Kapunka. Xullas, masjidda 5-etajda yashayapmiz. Hozir yo'qdan vidni ko'rsataman sizlarga, yuringlar. Xonamizga ham joylashib oldik. Endi sizlarga men hozir room tour qilaman. Ketdik. Endi bu yoq sanuzel, bu yoqda mana masjidda yotaman. Mana bu hammasi texnikalarimizni yoydik. Bugun bor texnikalarimizni olib kelganmiz. Bundan tashqari videoga olgan kamera ham bor. Kiyimlarimizni ham ilib qo'ydik. Endi shu yerda o'zida o'tirib, mana bu notebookda montaj ham qilamiz. Hammasini shu yerda qilamiz. Yaxshi narsa chiqyapti, xudo xolasa. Xullas, Tailanddagi mana birinchi kunimiz boshlandi. Bolalar bilan hozir ovqatlanishga ketyapmiz. Yomg'ir yog'yapti, qo'limdagi paket shuncha olganman. Agar quyib yuborsa, ustimizga kiyib olamiz. Mana bu bizani aytgancha otelimizning katta basseyni. Bu yerda ham endi bir vaqt bo'lgan payti cho'milib qo'yamiz. Voy, okey, hozir bir ikkita ishni hal qilamiz. Обязательно kechib, men birinchi kalla tashib beraman.
Hello brother. Gitara bor ekan, o'shani ozgina chalib ko'rdim, chalmadiyapti. Ne boshqa to'lamaysan? Qo'sh to'layman boshqa. Kecha men 100 dan berdim, to'g'rimi? Mana Joni ham 100 berdik kecha. Bugun 180 to'lasang, o'lib qolmasang kerak. Hozir qarab tur. Ha, nima? Qarz. Mana 70 ming vizaga berganman, 50 berganman, 250 mingdan olgansan 50 mingdan. 70 ga 50, 120 ming so'mdan qarzing bor. Voy, qattiq mani Qani yozib qo'yman, yozib qo'yganman. Hech men seni yozmayman. Vizangga 70 ming tashlaganman. Bende 2400 turibdi, nima dollarmi? Ha, seni 2400 qarzing bor. 2400 qarzing bormi Samandarda? Dollar. Jo'san mana 50, 120 ming so'm bersing kerak. Taksida bosh so'ramalaring mendan. Taksiga yo'q. Voy, sen вообще gapirma unda bizga, hamma. Kecha umuman 100 dollarni maydalamadi, kecha deb to'lab yuborlaring. Berib yuboraman deb yurib, mana bugun. Ha, Men tan olaman, shunaqasi bo'ldi. Saman taksiga to'la desa, mana bugun to'lamayapti. Qurban to'lash kerak bor, to'zib o'tdi mana. Futbolkang kichkina bo'lib qolibdi bir. Hozir biz Skaskaga keldik. Zuhriddin akaning oldilariga keldik, Skaska turga. Oka, mana bu Tailandga kelishimizni 100% siz hal qilib berasiz, to'g'rimi? Qanaqa joylarda dam olishimizni? Xudo xolasa inshaalloh. Ko'rishadimi? Yaxshi joylarni? Inshaalloh chotlik. Da? Yaxshi kontent bo'ladi Xudo xolasa. Xudo xolasa kuzatib turinglar, biz nereal joylarga ketyapmiz. Nima deysan, odasan? Phuket skaskami, aka? Sa, qarang. Oldimda yursa, Joni, menga hech kim tegolmaydi. Jo'likda kuchingni ko'rsatib qo'y. Oy. Kacho, любой. Bo'pti, hozir ovqatlanishga ketyapmiz. Ovqatlanishda ham atmosferani sizlarga ko'rsatamiz. Hop, bizga steykimiz yetib keldi. Hozir endi menga yoqadigan joyi mazza qilib steyk yeymiz. Yoqimli ishtaha bizga o'rtoqlar. Go'shtligi yumshoqga o'xshayapti. Mazasi zo'r ekan lekin. Вообще zo'r. Lekin ovqatlari shirin ekan. Xullas biz Tailandda bayk olmoqchimiz. O'shanga bitta bayk haydab ko'rmoqchiman hozir. Вообще uchyapti-yu aka. Bayk ovordi lekin vallahi bitta. Menga yoqdi. Tailand ko'chalarini baykda aylanamiz. Hozir. Hozir plyajga keldik. Mana buni qaranglar. Wow! Suvga tushib ketamiz. Go! Ketdi o'rtoqlar! Voy Joni! Shapkaga rozi bo'l o'rtoq, tushib ketdi. Shunaqa qilib birinchi kun ham o'z nihoyasiga yetdi. Menga qaragin. Qizlarga yoqish uchun bitsepsga ishlash kerakmi, trisepsmi yoki presskami? Bu pressi 6-kubigidek, faqat boshda. Tushunmadim. Qizlarga yoqish uchun faqat muskulga ishlash shart emas. Qalaysiz? Tanishsak bo'ladimi degan gaplardan ko'ra, Переводчик kinosini bitta boshqatdan ko'ramizmi? Yoki 1+1, Ataka Titanov kinolarini ko'rganmisiz degan savoling ko'proq yoqadi. Qizlar qulog'i bilan sevadi. Bu yerda faqat filmlar emas, yana serial, multfilm, sport, даже hamma telekanal bor. Nimani xohlasang topasan. Даже eski film seriallarimiz ham bor. Hali romasaga ko'rsataman. Yaxshi narsa ekan, lekin senda hayotdagi bu narsaga kutubxonang chiqadi. Bu Kinopoisk. Filmlar, sport, telekanallar, seriallar hammasi bor. O'rtoqlar bizni raftingga qarab yo'lga tushdik ertalabdan. Bu mani akam. How are you brother? Good. Me going rafting, yes? Yeah. Okay, go. Qayerlashgan ekan? O'rtoqlar, hozir biz kvadrat sikl uchgani keldik. Mana buni qaranglar. Bemalol yurishini. 350? O'rtoqlar, biz hozir ustimizga mana shunaqa narsalarni kiyib olishimiz kerak, bo'lmasa ichkarida loy bo'lib ketib qolamiz.
Ana endi hozir kvadratsikl uchganiga ketamiz. Ketdik. Joyda chap tarafdan yurish kerakligi inson chiqib ketyapti. Hozir avariya bo'lar sal qolsa. Hozir mana okamlar Zaqaqaga olib ketmoqchi. Monkey, yes. Monkey tempo, yes. Maymunlar oldiga boramiz hozir. Qaranglar. Ey. Ketdi hozir. Hozir kaptarlarga qo'lda dom beramiz. Qani? Voy! Voy voy voy! Voy! Buddizm bugungi kunda dunyodagi eng katta dinlardan biri bo'lib, Osiyo bo'ylab keng tarqalgan. Tailandning 98% aholisi buddistlar hisoblanadi. Siz videoda ko'rayotgan yotgan Buddaning holati Nirvada holati deb ataladi. Nirvada holati bu Buddaning ruhiy ozodlikka erishgan holati. Budda 6 yil tog'larda yashab, meditatsiya bilan shug'ullangan va o'zini ruhiy jihatdan sinagan. Ular Buddaga siyosiy yoki ilhom kuchi sifatida emas, balki ruhiy ustoz va ideal inson sifatida qarashadi. Bolalar fil ustiga chiqib ketishyapti. Davaychi bolalar, olg'a. Va bunaqa tayoqlar bilan fil ustida ketolman. Oldimda tasavvur qilishingiz uchun 3 tonnadan ko'proq fil turibdi-da. Ham qaranglar. Men sizlarga hozir 7-Eleven magazinida nimalar qilsa bo'ladi ko'rsataman. Ketdi. Ishoninglar, lekin bu magazinda yo'q narsani o'zi yo'q. Xohlagan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Biz 7-Eleven magazinidamiz. Sabanga 7-Eleven. Yes, 7-Eleven. Hozir sabanga men zo'r narsa tayyorlashni ko'rsataman, ya'ni kokteyl. Yur. Qotib qolmaydi yana. Конечно. Yo'q, qotib qolmasligimiz kerak. Ya. Qotmaydigan bez alkogolli kokteyl qilib beraman hozir Samandarga. Qanaqa kokteyl tanlashimizni bitta muzikadan qilib olaylik, ketdi. Illa rotib ketib ko'qarzini qachon berasan savdor o'rtoq. Mapu. Bizga hozir kerak bo'ladi, mana bunaqa napitka kerak bo'ladi. I mana bu. Plastik Red Bulllar. Yo'q, mana shu Red Bulldan qilinadi. Bu Red Bulllar siropi hisoblanadi. Mashkalasini qo'shib hozir Samandarga kokteyl qilib beraman. Ketdi. Mana shu yerga stakanni olib turib, muzni to'ldiramiz. Muz to'ldi. Hozir endi mana shuni solamiz. Rangini qara. Oh my god. Ko'p chiqadi. Musaffo osmon kabi ko'k ekan-da, bu to'g'rimi? Endi mana Red Bullni solamiz. Qanaqa aralashirasan bunga? Hozir ko'rasan qanaqa aralashtirishimni. Red Bullni siropini sovordik. Trubchka bilan bitta aralashtirib olsak, hozir Samandar reaksiyasini ko'ramiz. Ketdi. Oreo ham ber menga zo'r qilib. Oreo? Hop, men senga boshqa narsa olib beraman Oreoning o'rniga. Taro Gustav filet. Ha, men buni bitta ichib ko'r, keyin tanlaymiz jigarim. Tayyormisan? Davay. Qani ichib ko'rchi. Normalno. Qalay? Red Bulldan ko'proq yeyaptilar, ko'k narsani. Nimadan o'zi? Ko'k narsa ta'mi yo'q-ku. Shunaqa neobычный kokteyl-da bu jigarim. Sen zo'r ekansan unda. Hayotda darajalarga yetib bo'lsan. Rahmat jigarim. Agar sizlar ham 7-Elevenga keladigan bo'lsanglar, xuddi shu napitkadan foydalanib ko'ringlar. Musorgadan olib chiqibdi. Musirdan voy buni to'lash kerak, esdan chiqib qoldi jigarim. Ming bor uzr. Agar sizlar ham 7-Eleven magaziniga kelib qolsanglar, boshqa kokteyl qilib ko'ringlar. Mazasi zo'r chiqadi. 7-Eleven'da yana bitta narsa bor, yarim tayyor mahsulotlar bor. Mana bu sirli sendvich mashi. Hozir mashina senga bitta qilib beradi, yeb ko'rasan. Hozir men buni qanaqa tayyorlashini men ko'rsataman sizlarga. Ketdi. Sister, please toaster. Just moment.
Menga 1 minut devordi. Mayli, kutib turamiz. 1 minute, brother. 1 minute. Okay. Sorry, water you nice. Bizani sendvichimiz tayyor bo'ldi. Hozir Savandar yeb ko'radi buni. Qani Savandar issiqqina sendvichdan qani yeb ko'r. Oy, mana shunaqa ovqatlarni bemalol 7-Eleven ga kelib, olib mana shu tozda tayyorlatib, olib ketsanglar bo'ladi. 7-Eleven Tailandda har bitta qadamda bor, shuning uchun foydalanishsin, to'g'rimi? Hop, o'rtoqlar, bizada 3-kun boshlandi. Hozir biz mana shu mashinada zipline ketyapmiz. O'rtoqlar, biz o'rmonlarning ichiga kirib ketyapmiz. Qanaqadir tepaliklarga zipline uchgani. Hozir sizlarga ko'rsataman manzarani. O'rtoqlar, bilasizlarmi, hozir biz qanaqa vidga keldik. Wow! Butun Tailand ko'rinyapti bu vidda. Hozir mana shu vidga qarab biz maza qilib zipline uchamiz. Очень приятно. Очень приятно, брат. Tushunmadingmi, mayli. Hozir men Человек-паук bo'laman. Zipline'da o'rtada qolib ketib qoldim. Vidga 5 baho. Mana vidga qaranglar orqadagi. Vo, men qutqargani bratim kelyaptilar. Brother, help me! Texnologiya! Bani olib ketyaptilar mana shunaqa. Yo'voy tabiatdamiz, voy, biling, mamutlarni qaranglar o'rtoqlar. Ovozni eshitinglar prosta. ishoninglar, вообще maza qildik-ku. Bunaqa. Thank you. Yani ichida yuraman deb o'ylamagandim. Thank you, brother. What? Yeah! Alkanapoli. Yeah! O'rtoqlar, tezroq kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun biz mana shu mashinada dengizga sayohat qilamiz, ya'ni yaxtan ustida party bo'ladi. O'sha yerga ketyapmiz. Party, are you guys ready for dancing? Biz hozir paraxodga chiqib ketyapmiz. U paraxod 11 dan boshlab kech payt 6 gacha suvda bo'lamiz, dengizda bo'lamiz. Mana shuncha odam bilan bugun biz party qilamiz dengizda. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Endi men bilmayman, yaxta mandagi chiroyli bolani ko'tara oladimi, yo'qmi? Voy! Bitta narsa alamli bo'lyapti, to'shdi hamma o'zini parasi bilan kelgani. Hello. Where are you from? Mexico. Mexico. Uzbekistan. Yeah. Where are you from? Chile. Biz yaxtaga keldik o'rtoqlar. Orqamda polli yaxtalar turibdi. Hozir bittasiga chiqamiz. Turibdi, nega orqangizda ukam? Oy oy oy. Yeah. Good morning. Hey. Assalomu alaykum. Where are you from, brother? Uzbekistan. Uzbekistan, здравствуйте, мужики. Assalomu alaykum. Boевые прям мужики. Ey, bugun party bo'ladi, bolalar. O'rtoqlar, hozir ichkaridagi atmosfera bilan sizlar tanishib chiqaman, ketdi. Hey, good. Brother, one sprite. Bu yoqda xullas bar joylashgan. Barda maza qilib hozir suvli ichishinglar mumkin. O'shalarni tayyorlab beryapti. Mana muzda ichida lyotlari bor sprite berdi. O'rtoqlar, bu yoqda tanishib. Mana tepadagi narsalar menga ozgina tinchlik beryapti. Men hayot haqida o'ylayapman. Mana dengizda okeanlarga qarab, например. Savandar damini olyapti. Biz video olishda davom etamiz. Brother, mana atmosferani qaranglar. Wow!
sayohat qilinglar, sayohat qilishni maslahat beraman. Juda ham manzara wow. Bu yoqqa kelsanglar, rosa maza qilasizlar. O'rtoqlar, biz Banana oroliga keldik. Hozir bu yerda sizlar bilan obzor qilamiz. Banana bikslarga o'zim obzor qilib beraman. Ketdik. Mana buni eshitinglar, haqiqiy chakalezorni ovozi kelyapti bu yerdan. Banana bikchi mana orolini qaysi tomonidamiz? Ratanning obrazini yo'qdi lekin. Bro, are you chef? Boshqa plyajlardan ancha yaxshi ekan, chunki to'g'risini aytsam, hamma yog'i akkuratniy, Toza. lekin atmosfera вообще zo'r. Hatto magazin ham bor ekan. Voy, tumshug'in tepasiga lezbiya bor ekan, ha? Bu merankmi bu? Voy. Tegmagani yaxshi. Ha, rahmat aka. Siz bo'lmasangiz nima qilardik? Okay. Hop, men sizlarga endi tualetini ko'rsatmoqchiman. Al qaranglar. Menimcha 100% taxtadan qilingan, bambukdan qilingan. Mana shu tualetni tabiat qo'ynidagi dush kelayotgan gap yo'q. Hop. Ey! Biz orolda trenirovkani unutib qo'yganimizda yo'q, davom etyapti. Yaxshi. Nechta kilo edi bu? Endi biz suvga tushamiz. Ketdik. Tak hozir endi suvning ichidagi baliqlarni sizlarga ko'rsatamiz. Ketdi. O'rtoqlar, bugun biz Tailandda ovqat bozoriga keldik. Hozir ovqat bozorini sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik. Sorma so'z bo'ldi, ishqilib. Sen faqat Sardor bilan yurgan, Sardor bugun ovqat bozorini ko'rsatadi senga. Go. Ovqat bozorida Tailandda. Mana shu balig'i shu o'zi sotib olsanglar, mana shu o'zi barbekyu qilib pishirib beryapti. Good? Yeah, good, very good. Shu o'zidan ovqatlarni tayyorlatib, mana shu o'zida mana yeb o'tirishibdi. O'zbek akalarni ham ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchaysizlar? Yaxshi dam olasizlar, aka? Mazasi qanaqa ekan? Nimalar oldinglar? O'rdak go'sht oldi. Utka по-пекински. Aha. Mana bu gyoza. Aha. Mana bu 8 oyoqli 9 oyog'i. Akalar, charchamanglar, rahmat. Sog' bo'linglar. Har xil davlatda ham baribir o'zimizlargini ko'rib qolsak, baribir ko'zga issiq ko'rinadi-da. Baribir oldiga borib salom berib qo'yaylik, yani bir-birimizga ham bo'zrayib o'tib ketmaylik. Mana hamma. O'zbekni ko'rdim, bo'ldi. Bir-biriga qarab bo'zrayib o'tib ketib qoladi. Lekin qaytanga salomlashib, yaxshi suhbat qilib, ko'rishganda, короче, iliq ko'rishaylik bo'ldi. Boshqa ortiqcha narsa kerak emas. Qanaqa meva kerak? Hamma mevadan mashti bor ekan, ishoninglar. Mamu rostdan zo'r ananas, ishoninglar, shunaqa shirin. Mamuli jet fruit hisoblanadi. Taruzni o'zini hozir sama ichib beradi. Tayyormi? Bitta olib bering menga, aka. Olib berganim aytasanmi? Yo, sabablari mehmon bo'ldilar. Sen olib ber, menga olib bermaysanmi? Limitim bitta-da bir kun. Zo'r ekan, lekin bor mazasi. Samandar ovqat bozorida hozir bizga maroshni qilib beryapti. Menga ishomadlaring. Hozir ko'rasanlar. Davay. Brother, how are you? I am fine. Which fruits do you want me
otinglarni qoyil qoldirasiz, ama. Tot! Samandar hamma qarayapti senga. Hamma samandarga qarab turibdi hozir. Qo'limiz yengil degan zaman sendan keyin onam ko'payib ketib qoladi. Tailandga keldinglarmi? Mana shu bilinchidan обязательно yeb ko'ringlar. Chunki mangoligi bor, bananligi bor, maza qilsanglar bo'ladi. Orqamda turibdi, hozir bitta qildiraman, sizlarga ham ko'rsataman. Hozir shuni bolalarga berib ko'ramiz, qani reaksiyasini ko'ramiz. Lekin ishoninglar, вообще mazasi zo'r. Qani Samandar, mashinani ochi. Nima beryapman? Tarda ochi. Qani? Joni, qani bitta ol. Nima bu? Banan bilan qulupni, bilinch. Voy. Qale. Zo'r yottoga yurganimdek bo'lmoqda. Xullas, agar nima yeyishinglarni bilmayotgan bo'lsanglar, bemalol bozorga kelib, ovqatlarni tanlab, halol ovqatlar ham bor, tuvdan qilinadigan ovqatlar ham bor bu yerda, bemalol tanlab, shu tozda tayyorlatib, mana shu tozda yeb olsanglar bo'ladi. Agar Tailandga kelsanglar, ovqat bozorga обязательно kelib ketinglar, chunki bunga stoyt. Mana bu shunaqa ananasni men Toshkentda 150 mingga olardim mashina. Bu yoqda aytaman, pastda narx chiqib keladi. Shunaqa 15 ming so'mga oldim-da. Mana qayerdan sotib qo'yishyapti. Bilasizlar, Tailand qurollilardan iborat. Ya'ni Tailandda qurolini orolga keldik, Similan oroliga. O'rtoqlar, men sizlarni yana bitta shu informatsiya bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu orol dunyo bo'yicha plyajlari top 10 talidan 6-o'rinni olgan. Vau, mana bu daraxt qaranglar o'rtoqlar. Bu manzaraga prosta gap bo'lishi mumkin emas. O'zim ham qanaqadir tushunmagan joyda yurgandek his qilaman o'zimni, lekin menga yoqyapti. Endi hozir plyajga chiqamiz. Voy! Mana bu plyajga qaranglar, o'rtoqlar. Mana bu qumlarni qaranglar, qanaqa yumshoq qumlar. Maza-yu. Mana hamki borib bemalol cho'milsanglar bo'ladi. Mana shu Similan plyajlari bo'ladi, o'rtoqlar. Lekin men ko'rgan plyajlarning ichida eng tozasi mana shu bo'lsa kerak. Bitta ham musor yo'q, qaranglar. Manzarani qaranglar, o'rtoqlar. Qatta yuribman. Xullas o'rtoqlar, bugun meni tug'ilgan kunimni mana shunaqa ostrovlarda o'tkazishni niyat qildim va niyatimga erishdim. Mana shunaqa manzaralarda sizlar uchun vlog olayotganim ham menga qanaqadir boshqacha уровень уже men sizlarni shu joyda yaxshi ko'raman deb qo'ymoqchiman. Bu joylarga kelishimni ham, tug'ilgan kunlarimni shunaqa o'tkazishimni sababchisi sizlar. Hammangizga kattakon rahmat aytib qo'ymoqchiman.
o'rtoqlar, shu desanglar bizani safarimiz qariyapti. Bir hafta vaqt qanaqa tez o'tib ketganini bilmay qoldim o'zim ham. Lekin Tailandga kelib, mana bu shunaqa orollarda mazza qilib dam olishni sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Keyin o'rtoqlar, keyingi davlatimizda qaysi mamlakat bo'lsin, qaysi davlat bo'lsin, kommentariyaga yozib ketinglar. Uni обязательно qolaman. Har bittasini o'qib chiqaman. Videoni shu paytgacha ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina bo'lsa ham mehnatimizga arzigan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'yishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. O'rtoqlar, charchamanglar, sog' bo'linglar.